akani qayerda ko'rganim deb oxiri esimga tushdi ekan. Aka, assalomu alaykum. Siz Kevodidan tashqari. Hojonam sirrazi Namangandan mashinalarni haydattirdimi? Ishini yig'ishtirdim. Hamma ishda atmen dedimi? Assalomu alaykum. Oh, hojonam. Deyimsiz. Assalomu alaykum. Mazangiz yaxshimi? Rahmat, tuzimisiz. Alloh yaxshi. Assalomu alaykum. Seni yaxshimisiz? Charchamay, kim oldi? Duo qiling bitta. Ilohi amin. Yoshim 75da. Hozir meni o'g'lim 16 yashar edi, dadasi o'tganda. Bog'imiz katta bo'lgan. Aytyapman-ku, xo'jayinim erta o'tib ketganlar, farzandlarni boqish kerak-ku. Endi o'shanga yarasha harakat qilganman-da. Endi uyimizda onor anjirlar ko'p edi. Ularni bozorga olib borib sotganman. Men rosa yomon bo'lganman. Juda ham o'sha haligi son chanoq yemirilish, ham aseptik nekroz, og'riq bo'lardi. Uyqu umuman bo'lmas edi. Yurishga ham rosa endi hali yurardim, ammo lekin hali yotib qolmaganman, ammo lekin rosa qattiq og'rirdi. Endi bolalarim endi dori olib kelib berishgan. Endi bular hali nima sohasida ishlashadi. Aptekachida bular. Hattoki bolalarimga vasiyatlarni ham qilganman. Bu darajaga yetganman, hali nima qilib. Davolanib nima qilsam, o'sha kichkina kenja kelinim ko'chadan gap topib keldi. Shunaqa aba, shunaqa dori chiqibdi. Shuni nima qilaylik? Sizga ham tavsiya qilaylikchi, ichsangiz dori yaxshi bo'lib qolsangiz, falonchi 6 oyda tuzalibdi, pisonchi 1 oyda tuzalibdi degandan keyin endi xo'jayinlarga aytuvdi, bolalarim bugun zakaz berishgan bo'lsa, ertasiga olib kelib berishdi. Mana o'shandan bilan 2-dekabr 23-yil 2-dekabrdan beri ichaman. Nutvani 1-2 oy, 3 oy ichganimdan keyin ancha yaxshi bo'lib, yengillik seza boshladim. Yiqilib tushdim endi men yorilib ketgan, suyak yorilgan deb o'ylamaganman. Hayda, oyog'ingizmi? Ha, oyog'im. O'sha mana shu sanchanoq. Shu mana shu og'rigan oyoq hali ozgina shu yotoq devonimga jicha tegib ketdi xolos hali paxtasiga. Endi darrov doktorga uchramabman, keyin uchrasam son suyak yorilgan chiqdi. Nima dori ichyapsiz? Nima bo'lyapti? Piyozni qobugini singari et nima bitibdi suyak bir-biriga. Nima dori ichyapsiz? Dedi. Nutva ichyaptilar dedi o'g'lim bular. O'sha birinchi o'sha olganimizda uni qog'ozlari bor ekan-ku, tarkiblari hammasini o'qib, o'rganib, nimadan keyingi ukaman vrachlar. Ular ham kelib uni nimasini ko'rib, biyolo nimasi yo'q ekan, buning ichida gormon yo'q ekan. Yaxshi ekan, zarar yo'q ekan, ichavering dedim. 1-2,5 yil bo'lyapti ichganimga. Mana Xudoga shukr, og'riqlarim yo'q. Yaxshiman. Ilgari kechasi umuman uxlamaganman. Sizlar ham nutva ichinglar, yosharib ketar ekansizlar. Sochlaring qorayib ketar ekan. Sochlari qorayib ketdi. Qoraydi sochlari? Ha. Ana vitaminga boyda, vitamin to'yindi. Shuning uchun biz ham ichyapmiz-da, shularga qo'shilib biz ham ichyapmiz. Birgalikda. Birgalikda ichyapmiz-da. Va o'sdi hamma. Ha. Siz hojani nutvaga yangilik qilib berdingiz-da hozir. Soch o'sishga, soch qoraytirishga, ajinlarni yo'qotishga demaymiz. Endi hojani ta'sir qilgan deymiz-da. Shuna, rostdan ham shuna bo'ldi. Rost. Kim isbotlab beradi sochi o'sgan, soch qoraganini? Ha, o'zi isbot. O'zim. Siz kelinlari. Qizim. 3 ta qizni Xudoga shukr chiqardim. Ularga nevara to'ylari qildim, ularga bordik. Mana 2 ta o'g'ilda aja, unaqa oliy ma'lumotli bo'lmasa ham har holda yo'lini topadigan darajada o'qitdim. Har hafta bozor kuni dam olishgan daqiqa aylantirib kelishyapti, Xudoga shukr. Boryapman o'sha uzoqlarga ham. Farzandlarim yaxshi bo'lsa yaxshi-da, hojona. Ilohim. Farzandlar bo'lsa. 2 ta yollarida 2 ta qanotlari bor. Halol luqmani olaman. Luqma o'sha. Luqma halol bo'lganda, yaxshi luqma bilan boqqansizda farzandlardan qarang. Endi manasini olyapsiz, mevasini olyapsiz. Alloh umr bersa, endi katta hajga bormoqchiman o'g'lim endi. Ya'ni nimaga kichkina umra hajiga 2022-yil borib keldim katta o'g'lim bilan. Ana o'g'limni qizi institutga kirdi. Xudo umr bersa, to'yini ko'rmoqchiman. Undan keyin yana bitta buni kichkina ikkinchi o'g'ilni ham o'zim boqqanman. Uni to'yini ko'rmoqchiman. Yo, endi o'ladigan ahmoq yo'q o'g'lim meni.